Bugun sizlar bilan o'rta Xp'ning videoyinida videodan tashqari holatda qurgan narsalarimni ko'rganlar biladi bu qanaqaligini. Shunaqa qurgan narsalarimni yana nimalardan qurish harakati qilib ko'ramiz. Hop. O'z videodan tashqarida listlarsiz joy bor. Mana shu yoqqa borib полный loot chiqdim. Ikkita dona vizyorating bilan ikkita dona totem olishga ulgurdim. Ana vizyoratli kam ekan yo'da. Shuning uchun ko'p olishga qilaman. Jungini olib qo'yamiz, chunki bitta beskanichni dvigatel olib tashuvdim. Boshqa narsa kerak bo'ldi, shuning uchun tashlashga majbur bo'ldim. Shuni olib ishlataverdim boshqa narsa. Hop, mana shu narsani olib tashlash kerak. Tezroq olib tashlash kerak. Hop. Shop ko'rmasa orqadan kirib bang qiladi. Hop, kelib qo'ygan narsani bor edi bu. O'ramdi. Короче, bu narsa. Shuni o'chirib qo'ymasa, bakka mashqa berar ekan. Bilmadim, lekin bu yo'lga uchun нормально ishdi. Короче, bu tam beskanchni dvigatel mana ikkita qarama qarshi qo'yib qo'yish beskanchni bo'ladi. Bilmasanglar, mana pastga. Короче, bu oddiy trasnik berman. Oddiy emas, bu sal resursi borligi uchun ham bo'ladi. Короче, mana o'sib, mana uradi. Короче, ikkita loy, bitta suv. Mana ishlaydi. Короче, bu o'tgan. Hop, короче, bu qog'ozni yasab qo'yganman bo'shligiga. Uchinchi trasnik. Mana kosmik suven topganimizda o'siradigan ana suven qisi bor. Короче, o'shani qo'yamiz, keyin bu suradi. O'sirish ikkita so'zyapti. Chunki mana qilib har bir qog'ozni o'sha asamlikka borishga anaqa hech kim ko'p anaqasi ketdi, shuning uchun. Suvni qo'yib turdim. Bunda ishlaydigan safani. Lekin men bundan topolmadim. Amallab aylandim, o'zim topdim. Chetidan olganim ishlashga majbur bo'ldim. Topsam qiyin bo'lib, o'zim aylanib amallab. 15,000 koordinatalar ekan. Mana turgan joyimdan bir 15 metr bo'lib uzoqda keltiraman. Normalnik anaqa ketgan, sinib ketgan. Hop, bu videoda nima qilsak bo'ladi? Bardan uyga olib kelamda. Yaxshi. Bardan bilan birga bir solishaveramiz. Davay, men topish azobda просто. Chana kartasi bo'lmaydi, uni plus. Yomon. 8'dan istiyorsan olamiz. Kelsa shuni kirishtirishim. Aku yetdi olamiz. Bardan yo'qotmaslikka harakat qilish kerak yo'lda. Yo'qotsa bo'lmaydi. Kimdir men bilan mashg'ulotlanishni boshqa yangi menda o'ynamoqchi bo'lsa, shuni yozib ketsin kommentariyada. O'ynashga kerak.
Normalde güvenlik işi için. Boş işlemek için yani. Olma çıkıp birleşkidir. Usulüyle de yaz koyup bakalım okuyalım. Damlanın sporcular için üzerine nasıl yani şunu sırayla oldu olmadan diye derken her türlü mayak yasamoqchi bo'ldim biza içerip olishmang unchalik emas tez olib qo'yishim mumkin lekin Twinch tarafi blok yetmas ekan bunaqa olish uchun mayak qurish uchun yetmas ekan bor olib yomon shohlik aytgan 277 kun normalniy 250 kunlik ko'rmanliklar deyilgan. Короче, bitta uxlab turamanda yomg'ir yog'adi ertalab o'sha yarim kungacha yog'adi keyin kechqurun bo'ladi yana uxlab turaman yana yomg'ir yog'adi kun ham tez o'tib ketib yomon sen port olamiz yomon foto o'tinmay seliku sentriku suvman turibdi chetdan mana shu tepaga tushyapti o'rtasiga tushish shansi kam o'shaning uchun kam tushyapti uyda borgan sinib qolgan nima ishidan keyin ichkaridan ochmas tashqaridan shunaqa qotib turarkan qaysidir qishloqga reyd qo'yamiz beshinchi ikkinchi birinchi urinli damlamasi bo'ladi flag bor razvoynikdan tushadigan damlama bor nima to'xtamay esimdan chiqdi короче toran tagida bo'ladi to'g'rimi qorli tog'lar 100+ tog'larni orqasiga topishim agar mana shunaqa elektr bilan ko'p joyga bormoqchi bo'lsangiz manga o'xshagan changga sekin razgulash qilsa balandligi 200 balandlikda tushadi chanklarni загружать qilmasdan usti uchib ketaverar ekansizlar yani ko'rmasdan 8 balandlikdan baland joyga tushadi shunaqa qilib man ham yakka oshsam borgandim bo'lmasa bunaqa sekin changlarni nima qilmasdan qiyin научили фрагмент все еще загружается duradi qancha topish ancha qiyin o'ylagandim qor
turli tog'larda ko'pincha bo'ladi. Hozir mana o'sha 2 bolalikda uchirardim. Men qidirishga keldim-da, bitta joyga borishga emas, qidirishga keldim. Agar qayerdaligini bilganim shunday o'sha koordinataga qarab o'sha balanddan uchib turardim. Ashton emas bana. Duch rostlanamyapsan senga. Men oldin versiyada o'ynagan o'ta bilsa kepenlar turgan orqali bo'lmagan keyin bo'lgan joyda. Nima qilish? To'l posible bo'ldi. O'qitoqni aytmayman, 50%ni qaytarib qo'yadi. Masalan, 10 nechta urininglar bo'lsa, urib qoldinglar-da. 5 urin qaytaradi sizlarga. Shunisi yomon. Portlama. Bu qatdan keldi. Kerak emas. Efektivni 5 ketkazdi yapalım. Yani biz şimdi. Ne kabul. Birinchi qoidasini o'rganaman Minecraft. Tegini bo'lamadi foydan. Qidirinada o'lishim 0% agar atila bo'lmasam 0%, 0.1% o'lishim. Teri oldi bo'lish kerak. Agar urush bo'lsa. O skalpga anaqasi ham ko'rinmayapti-da. Zarajенный blok ham ko'rinmayapti. Olmos to'plamamiz yana yuradi. Svetni yoqib tushirdi. Agar bitta bo'lmasa keyingi video olgunimcha keyingi videoni olaman. Faqat mana Vardani uyini Vardani uyini topib bo'lganimdan keyin video olishga boshlayman. Chunki ko'p vaqt ketib qoladi. Hamma ko'rganlar uchun kattakon rahmat. Keyingi videoda ko'rishguncha hammaga xayr.